Bitta pultni bo'lsangiz mana navisiniz ochiladi, quyosh ko'rinadi mana. Ikki tomonga ochiladi, bir tomonga ham emas. Mana unaqa uylarning ustiga navis kerak bo'lsa, soyabon, qishga qordan, bahorga yomg'irdan qaytarayotgan navislar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bitta pultni bo'lsangiz mana navisiniz ochiladi, quyosh ko'rinadi mana. Ikki tomonga ochiladi, bir tomonga ham emas, ikki tomonga. Mana. Quyosh kiradi, toza havo kiradi, bemalol odam yashaydi. Undan tashqari ham magazinlarning oldiga 4 metrgacha besito'ka koziroklar qilamiz, navislar qilamiz, zinalarga nerchavika perila, xrustalli perilalar qilamiz. Mana navisimiz ochildi, mana quyosh ko'rindi, osmon ko'rindi. Bemalol mana yana bitta pultni bo'lsangiz, navisimiz yopiladi. Yomg'ir, qor yog'ayaptimi, bitta pultni bo'lsangiz, navis yopiladi. Yana boshqa payt ochib qo'yasiz, osmonni ko'rib, quyoshni ko'rib, oqshom samiglavni yulduzlarni ko'rib yotasiz. Mana navisimiz yopilyapti. Kimga mana shunaqa uylarning ustiga 15 metrgacha besito'ka ochilib yopilayotgan navislar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Chisti nerchavika materialdan chiroyli qilib beramiz.